Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Surxondaryo radiosida ayni lahzalardan e'tiboran ma'naviyat gulshani eshittirishini boshlaymiz. Bugungi eshittirishimiz davomida qalbni poklaydigan, insoniylikni yuksaltiradigan yuksak fazilat, kechirimlilik xususida so'z yuritamiz. Bizni tinglashda davom eting. Inson hayotida ba'zi voqealar yurakka og'ir botadi. Kimdir bizni xafa qiladi. Biz ham ba'zan beixtiyor boshqalarni ranjitib qo'yishimiz mumkin. Kechira olgan inson yurakdagi g'azab va alam yukidan ozod bo'ladi, xotirjamlik topadi. Ba'zan inson boshqalarning xatosini kechira olmaydi. Ba'zan esa o'zini kechirishga qiynaladi. Xafagarchilik, adovat va g'azab esa ko'nglimizga yuk bo'lib, og'ir toshga aylanib boraveradi. Bu holatda qanday yo'l tutish kerak? Nafratni ichimizda saqlash kerakmi yoki kechira olish yaxshimi? Bugun mana shu savollar atrofida suhbatlashamiz. Shuningdek, kechirim aslida nima ekani, uning inson hayotidagi ahamiyati va qanday qilib chin yurakdan kechira olish mumkinligini muhokama qilamiz. Shu o'rinda bugungi eshittirishimiz mehmonlarini sizlarga tanishtirib o'tsam, ular Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Imomiddin Boboqulov hamda Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi talabalari Fazliddin Omonov va Asliddin Zaiflar bo'lishadi. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar studiyamizga. Haqiqiy kechirish qanday bo'ladi? Dastlab shu savolga Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Imomiddin domla Boboqulovdan javob olsak marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor muborak Ramazon oyi barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu muborak oyning fayzu futuhatlaridan barchamizni bahramand aylasin. Ramazon bu kechirim, rahm, shafqat va mehr oqibat oyi. Bu muborak oyda insonlar o'zaro adovatni yengib, bir-birlarini kechirishlari va bir-birlariga yaxshilik qilishlari lozim hisoblanadi. Kechirish inson qalbini yengil qiladi va ichki xotirjamlikni beradi. Alloh taolo kechirimli bo'lishni yaxshi ko'radi va kechirgan bandalarini mukofotlaydi. Har bir inson xato qiladi, lekin eng yaxshi insonlar o'z xatolarini tan olib, kechirim so'raydigan va boshqalarni kechira oladiganlar eng yaxshi insonlar hisoblanadi Alloh subhanahu va taoloning nazdida. Haqiqiy kechirish qalbdan bo'lishi kerak. Og'iz bilan kechirdim deyish yetarli emas, balki dilxiralikni ichimizdan chiqarishimiz lozim bo'ladi. Inson bu oyda g'azabni ham yengib, Allohning bergan musibatlarga sabr ham qilish kerak. G'azabni yutish va sabrli bo'lish kechirishga yordam beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng yaxshi inson sabr qiladigan inson ekanini aytganlar. Yomonlikka yomonlik bilan emas, balki yaxshilik bilan javob berish insonni ruhiy jihatdan mustahkamlaydi va adovatni yo'q qiladi. Va yanada Allohdan qalbimizni yumshatishni, g'azab va adovatdan qutulishimizni so'rab duo qilishimiz ham kerak. Ana shunda Alloh taolo bizni qalbimizni haqqa yaqinlashtiradi. Bu muborak oyda ko'proq sadaqa va savobli ishlarni ko'paytirishimiz lozim hisoblanadi. Kamtarlik va saxovat ham adovatni yo'qotishga yordam beradi. Kimdir bilan kelishmovchiligimiz bo'lsa, unga yaxshilik qilish orqali munosabatni yaxshilashimiz mumkin. Ramazon bu shunday bir oyki, ruhiy poklanish va qalbni yomon niyatlardan tozalash fursati. Bu oyda ko'proq kechirimli bo'lib, adovatni yengishga harakat qilishimiz lozim hisoblanadi. Rahmat ustoz. Hadis va shariflarda ham kechirish insoniy fazilatlarning eng go'zali deya ta'riflanadi. Kechira bilish bu yurakning pokligi, qalbning kattaligi va komillikning belgisidir. Muqaddas dinimizda kechirimlilik qanday ahamiyatga ega? Bu savolimizga Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi talabasi Asliddin Mirzayev javob beradi. Marhamat. Kechirimlilik islomning asosiy fazilatlaridan biri hisoblanadi. Alloh taoloning G'afur, kechiruvchi va Rahim,
mehribon sifatlari ham bu fazilatning islomda naqadar muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Qur'oni Karimda Fussilat surasida Alloh taolo mana shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va la tastawil hasanatu va las sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idhallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya'ni yaxshilik va yomonlik teng bo'lmas. Yomonlikni yaxshilik bilan qaytar, shunda sen bilan adovatda bo'lgan kishi senga yaqin do'stga aylanadi. Bundan tashqari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham doimo insonlarni afv etishga undaganlar. Kechirish bu nafaqat boshqalarga, balki o'zimizga ham osoyishtalik olib keladigan amaldir. Ramazon oyi bu faqatgina roza tutib, yeb ichishdan tiyilishdan iborat emas, balki bu oy qalbni poklab, munosabatlarni yaxshilab, Alloh taologa yaqin bo'lish uchun yaxshi fursatdir. Alloh taolo bu oyda bandalarning gunohlarini ko'proq kechiradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham shunday deganlar: kimki Ramazon oyida birodarini kechirsa, Alloh uni ham gunohlarini kechiradi. Shuningdek, Alloh kechirimlilikni buyurib, o'zi ham Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: va an ta'fu aqrabu lit-taqwa, ya'ni sizlarning kechirimli bo'lishingiz, ya'ni kechirishingiz taqvoga yaqinroqdir degan. Bundan kelib chiqadiki, inson kechirimli bo'lsa, u taqvoli bo'lgan hisoblanadi. Demak, biz boshqalarni kechirsak, Allohning kechirimiga sazovor bo'lamiz. Qanday qilib desa, Alloh taolo boshqa bir oyatda innalloha yuhibbul muttaqin degan. Ya'ni Alloh taolo taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Agar biz bir birodarimizni bizga yomonlik qilsa-da biz uni kechirsak, Alloh taoloning bizga bo'lgan muhabbatiga sazovor bo'lamiz. Banda uchun esa bundan-da yaxshiroq bir mukofot bo'lmaydi. Demak, bu yuqoridagi hadis va oyatlardan kelib chiqadiki, biz qanchalik kechirimli bo'lsak, shunchalik Alloh taologa muqarrab banda bo'lamiz. Alloh taolo barchamizni kechiruvchilardan qilsin. Endi esa suhbatimizni muassasaning yana bir talabasi Fazliddin Omonov bilan davom ettirsak. Kechirimlilik haqida har kim har xil tushunchaga ega. Kimdir uni insoniy buyuklik va ruhiy mustahkamlik deb biladi. Kimdir esa zaiflik, ojizlik sifatida ko'radi. Ba'zi odamlar kechirim so'rashni ham, kechirishni ham qiyin deb bilishadi. Sizningcha, kechirish zaiflikmi yoki o'ziga xos qudrat belgisi? Darhaqiqat, ba'zi insonlar shunaqa o'ylashadiki, kechirimli bo'lishni zaiflik yoki o'ziga nisbatan bo'ladigan adolatsizlik, bo'sh berishlik deb tushunishadi. Aslida unaqa emas. Aslida haqiqiy kechirim bu nafaqat kuchlik, balki sabr, toqat va yuksak axloqning belgisi ham hisoblanadi. Chunki hamma ham arazlashi mumkin yoki hammani ham ko'ngliga ozor berishingiz mumkin. Lekin barcha insonlar ham boshqa ko'ngliga ozor bergan insonni kechirib yubora olmaydi. Faqatgina kuchli insonlargina, buyuk fazilatlarga ega bo'lgan insonlargina boshqa insonni kechirib yubora oladi. Masalan, biz tarixdan bilamizki, eng katta namuna bu borada bizga payg'ambarimizdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Makka shahrida bo'lib turgan paytlarida u kishini qattiq ta'qib qilishdi, haqorat qilishdi. Hattoki o'limni ham u kishiga rejalashtirishdi. Lekin u kishi Madina shahriga hijrat qilib, bir necha yillardan so'ng Makkaga fath bilan qaytganlaridan so'ng u kishining qo'llarida kuch-qudrat bor edi. Barcha narsalarni Makka xalqiga qilsa bo'lardi. U kishi unaqa qilmadilar, balki Makka xalqini kechirib yubordilar va bu payg'ambarimizning qanchalik kuch-qudratga ega ekanligini bilan birgalikda u kishining yuksak insoniy fazilatga ega ekanligini isbotlaydi. Boshqa kishini kechirib yubora olgan va kechirimli bo'lgan insonlar bir qancha buyuk fazilatlarga ega bo'ladi. Xususan, u kishi o'zini nazorat qila olishlik va g'azabi ustida g'alaba qozonish qudratiga ega ekanligini ko'rsatadi. Undan tashqari, kechirib yuborishlik insonga juda katta foydalar olib keladi. Xususan, u inson qalbini hasad va nafratlardan tozalaydi. Bu ish esa u kishiga tinchlikni olib keladi va sihat salomatlikni, sog'ligiga yomon ofatlar kelishidan u kishini undan oldini oladi. Undan tashqari esa kechirib yubora olgan inson boshqalarning qalbida yaxshilik urug'ini, u kishiga bo'lgan hurmat urug'ini eka oladigan katta bir qudratga ega bo'lgan narsadir. Odatda biz boshqalarni kechirish haqida ko'p gapiramiz, lekin inson o'zini kechirishi ham muhimligini anglashimiz qiyin. Ba'zi odamlar o'tmishdagi xatolari yoki noto'g'ri qarorlari uchun o'zlarini ayblab yurishadi. Nima uchun ayrim odamlar o'z xatolaridan saboq olib, oldinga yurish o'rniga o'zlarini ayblashdan to'xtay olishmaydi? Sizningcha, o'zini kechira bilish inson uchun kuch bag'ishlaydimi yoki aksincha? Ko'pchilik insonlar boshqalarni kechirish haqida o'ylashadi, lekin o'zini kechirish ham inson uchun juda muhimdir. Chunki
o'zini kechira olmagan inson, ya'ni o'tmishdagi voqealarda o'zini ayblayvergan inson hech o'z hayotida oldinga, ya'ni muvaffaqiyatlarga siljiy olmaydi. Bu esa insonga turli xil salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xususan, ichki azob va ruhiy tushkunlik. O'zini ayblayverish insonning hayotida stress va depressiyalarga olib kelishi hozirgi kunda kuzatilayotgan voqealardan biridir. Bu esa insonning motivatsiyasining yo'qolishiga olib keladi. Agar inson o'zini doimo ayblayversa, u muvaffaqiyatga erishish ishtiyoqini yo'qotadi. Bu esa og'ir voqealardan biri. Ya'ni inson o'zini joniga qasd qilishi, o'limgacha olib kelishi mumkin. Va Allohga bo'lgan ishonchi, iymonga bo'lgan ishonchi, ertangi kunda u muvaffaqiyatlarga erishishi mumkinligi haqida bo'lgan ishonchi umuman yo'qolib qolishi mumkin unaqa insonda. Bundan ham ko'rishimiz mumkinki, xato qilish insonning tabiiy qismi, insonning tabiatida bor narsa. Unda o'zini kechira olish va doim harakatda oldinga siljishi kerak ekanligini mana shundan ham bilishimiz mumkin. Kechirish buyuk fazilat, lekin bu hech qachon adolatsizlikka ko'z yumish degani emas. Agar kimdir doimiy ravishda bizni xafa qilsa yoki zarar yetkazsa, bu munosabatni qayta ko'rib chiqish kerak. Ayrim hollarda odamlar kechirish kerakmi yoki yo'qmi degan savolda ikkilanib qoladi. Aslida har qanday vaziyatda ham kechirish to'g'rimi yoki bu borada biror chegaralar bormi? Shu xususda ham fikrlaringizni bayon qilsangiz. Dar haqiqat bu savol ham juda o'rinli savol. Sababi biz yuqorida bod-bod takrorladikki, insonlar o'rtasida zug'um o'tganda yoki bir inson boshqa bir insonga jabr-sitam yetkazganda, o'sha zug'um ko'rgan inson o'z birodarini, o'z yaqinini kechirib yuborish kerak deb aytdi. Endi doimo kechirish kerak. Ba'zi bir holatlar bo'ladiki, o'sha zug'um yetkazgan insonni agar siz kechirsangiz ham o'sha narsalardan, o'sha qilayotgan xulq-atvoridan qaytmaydi. Bunaqa holatda siz adolatni talab qilishingiz zarurdir. Qanaqa holatlarda siz kechirmasligingiz kerak? Agar kechirish zulmga olib kelsa, agar siz kechirsangiz o'sha insonni bu zug'umga, ya'ni o'sha zulmida bardavom bo'lsa, siz adolatni talab qilganingiz manfaatliroq bo'ladi. O'sha insonni siz kechirsangiz, yuqorida aytganimizdek, bod-bod takrorlayversa o'sha ishlarini, sizni adolatni talab qilishingiz sizga ham o'sha insonning to'g'ri yo'lga yurishiga ham bu juda katta turtki va manfaatli bo'ladi. Va sizning kechirishingiz zarar yetkazsa, ya'ni siz uni kechirasiz, o'sha inson o'sha ishlarida davom etadi va jamiyatga va insonlarga zarar yetkazadi. Ya'ni o'sha qilgan ishida biron bir ishni aytaylik, o'g'rilikda yoki jinoyatda bardavom bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani talab qilishlik, ya'ni adolatni talab qilishlik o'rinli va manfaatli bo'ladigan ishdir. Eshittirishimizdagi ishtiroklari va savollarimizga berilgan javoblar uchun suhbatdoshlarimiz Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Imomiddin Boboqulov hamda ushbu muassasa talabalari Fazliddin Omonov va Asliddin Mirzayevlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, o'tmishda bo'lib o'tgan xafagarchiliklarga bog'lanib qolmang. O'tgan kunlar qaytmaydi, lekin kelajakni pok niyat bilan qarshi olish mumkin. Odamlarning sizga qilgan yomonligi uchun ularni qoralashdan oldin sabablarini tushunishga harakat qiling. Kechira bilgan odam yuragi yengillik topadi. Agar kimdandir xafa bo'lsangiz, avval unga o'zingiz yaxshi so'z bilan murojaat qilib, munosabatlarni tiklashga harakat qiling. Ba'zan inson xatolar qiladi va o'zini ayblashdan to'xtamaydi. Bu esa ruhiy azobga aylanishi mumkin. O'zimizga nisbatan rahmdil bo'lish, xatolarimizdan saboq olib oldinga harakat qilish eng to'g'ri yo'l. Kechirishni bilsak, hayotimiz ancha yengil va mazmunli bo'ladi. Hayotimizda xafagarchiliklar bo'lishi tabiiy, ammo yuragimizni pok tutish, g'azab va nafrat yukini olib yurmaslik uchun kechira bilishimiz kerak. Aziz tinglovchilar, shuning bilan bugungi ma'naviyat gulshani eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.